Nimadir shirinlik yegim kelib turgan paytda sho'riliz oldimdan chiqib qoldi. Juda ham ishtaha ochar ekan deb shartta turib tayyorlashga tushib ketdim. Tuxum va shakarni oppoq massa bo'lguncha ko'pirtirib oldim. Ketidan qaymoq yoki smetana, o'simlik yog'i solib mikserni bitta aylantirib olamiz. Masalani alohida aralashtirib olamiz va tuxumli massaga qo'shib olamiz. Quyuqqina xamir hosil bo'ladi. Listga joylaymiz va avvaldan qisib turgan duxovkada 20 daqiqada pishirib oldim. Krem uchun esa eritilgan sariyog, quyultirilgan suv, bir dona pletka shokolad va qora kakao kerak bo'ladi. Yarim soatga xolodilnikka yuborasiz. Bu orada ruletimizni yaxshilab qog'ozga o'rab olamiz. Shunaqangi quyuqqina bo'lgan kremimizni biskvit orasiga suramiz. Xohishga ko'ra orasiga propetka qilsangiz ham bo'ladi. Maydalangan qulupnaylar bilan ichini to'ldirib va yaxshilab o'rab olamiz. Ustiga esa qolgan shokoladli kremdan suramiz va xohishga ko'ra qulupnaylar bilan bezatamiz. Mazasi shunaqangi zo'r bo'larkan, yumshoqqina og'izga solish bilan erib ketadi. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlab oling.